Assalamu alaykum. Açılğa xush geldinglar dostlar. Men Gülchehra. Açıl dasturimizning 14-soniga sahibxonlik qilib turibdiman. Bugun jahon aynigimiz orqali sizlarni ajoyib g'aroyib sirliq va mo'jizlik joylarga boshlab boramiz. Umidlardan xush xabarlar yetkazamiz. Bütün Türkiye milletlerinin ortak baylığı, Türkiye Tilla Divanını bizge kaldırgan faxrlik büyük alim Mahmud Qashqari miladi 1011-yili Opalda tug'ilgan. Alimning maqbarasi hozirmi Opalda. Mahmud Qashqarining kelib chiqish to'g'riliq Türkiye milletlarda o'xshamagan talash-tatishlar yaqinqi yillargacha davom qilib keldi. Ammo alimning kimlik siri buningdan 30 yillar ilgari oshkorlanib isbotlangan edi. Mahmud Qashqarining Qarxanilarga mansubligi, yana kelib Uyg'urligi qanday aydınlaşdı? Uning qabrisi qanday tepilgan? Bu sirlarning echilishiga kimlar va nimalar sabab bo'ldi? Yana nima uchun shuncha uzoq sir tutildi? Buningga cho'qim menga o'xshashlar qiziqyapsiz. Undaq bo'lsa, bu sirliq darvozaning ochqichini tutquchilardan biri bo'lgan arxeolog olim Qurbon Vali apandi bu sirlarni bizga so'zlab beradi. Qina amsa riyosatchimiz Erkin sizlarni iz va to'hfa sayfimizga boshlab kirsin. Marhamat. Gezer nakşimiz her yanni sadası yavreti canni bulup kakku gıcır bulbul Kızıt kayba bostanni Kızның nakşimiz yangraydı Çalgan sazımız yangraydı Assalamu alaykum muhtaram ko'rilmanlar. Bugungi programmamizda 11-asrda yashab o'tgan ataqliq Uyg'ur olimi, tilshunos Mahmud Qashqarining mazarining tepilishini diqqatingizga sunamiz. Mahmud Qashqarining mazarining tepilishi ayni chog'dagi zo'r bir voqea edi. Mahmud Qashqarining mazari haqida gap bo'lganda kim bu sohada so'zlashga eng nopozliq? Albatta nurg'un kishining aqliga yanada arxeolog va qadimgi yozuvshunoslar tadqiqotchisi Qurbon Vali apandi keladi. Chunki Qurbon Vali ayni chog'da mazarni tepishga qatnashgan, uning arxeologik tekshirishiga ishtirok qilgan va uning ilmiy dokladini yozgan kishi. Shunga biz bu programmada yana Qurbon akani taklif qildik. Xush keldingiz Qurbon aka. Xush bo'ldim, rahmat. Shu siz bilasiz 1983-yilga deymi? 83-yil 5-oyda. Ha. Uyg'urcha axborot vositalari sizni ayni chog'da Mahmud Qashqarining mazarini topgan kishi deb xabarlarni tarqatdi. Tangritog' kino studiyasi bu vaqtda maxsus bir siz to'g'riliq bir programma ishildi. 3 yosh deydigan. Asosan sizniki shu mazarni kezish, tepish jarayonidagi ish harakatlaringiz tema qilingan buningga. Uningdan keyin biz bilamiz uchurlardan yana ma'lum bo'lishicha Opaldagi Hazrati Molla mazarini avtonom rayonlik hukumat Mahmud Qashqari deb e'tirof qilib mablag' ajratib hozirgi Mahmud Qashqari mazarini tiklab chiqdi yoki bino qildi. Demak, bu ilmiy masalaga hukumat aralashgan. Bu sizga munosabatli bo'lganligi uchun biz sizni bu suhbatga taklif qildik. Bu yerdagi savol shu: Mahmud Qashqari mazarini tadqiq qilish qanday boshlandi? Qanday bir zaruriyat bu mazarni tekshirishga, arxeologik izlashga sebep bo'lib qoldi. Endi bu mundaq bir ish 80-yili Mahmud Qashqarining Türkiye Tilla Divanini tadqiq qilish boshlandi avtonom rayonimizda. 81-yili uning mevasi
nashr qilindi. Mahmud Qashqari degan kitob, Turk tillar divoni degan kitob shu 81-yil nashr qilindi. 81. 81-yili nashr qilingandan keyin bu bir jamiyatda cho'ng g'ulg'ula qo'zg'aldi. Bo'libmi Mahmud Qashqarini Uyg'urlar biladigan Uyg'urlar ko'paydi. Butun jamiyat Mahmud Qashqarini bilib, buni olqishlaydigan ish bo'ldi. Bu Mahmud Qashqarining divoni Uyg'urcha nusxasi nashr qilinishdan burun Uyg'urlar ichida Mahmud Qashqari qanchalik bilinadi? Uningdan burun Mahmud Qashqarini qanchalik biladi desak, ya'ni biladigan odam bor. Masalan, Emir Hüseyin Qozi Axunim o'zi saqlab kelgan bir hujjat. Emir Hüseyin Qozi Axunim Qashqarda o'tgan bir ulama. Deysizga 19-asrlarda yaşagan 18 Mushu asrimizda asrda yaşagan adam. Asrda yaşagan adam. Bu adam saqlab kelgan hujjat 1836-yili shu Mahmud Qashqari maziriga kitob taqdim qilgan odamlar yezib qoldirgan hujjat. Demak, Mahmud Qashqari mazirini Uyg'urlar ichida biladigan odam bor degan gap. Demak, sizlarning tadqiqotinglar shu hujjatni ko'rgandan keyin to'xta, bu Mahmud Qashqarining maziri Qashqarda ekan deydigan bir fikr bilan boshlandimi bu? Yo'qmi boshqa bir sabab? Uning boshlanishi hamda shu vaqtda Mahmud Qashqarini biladigan odam hamda nayt oz. Chet eldimi ko'p emas. Masalan, İstanbul'da 1915-yili Mahmud Qashqarining Türk tillar divonining qo'l yozmasi shu bayqaldi, kitob burishlar bayqidi. O tepilgandan keyin faksimilini nashr qildi. 1928-yildan boshlab Germaniyada bu izohlab nashr qilinishga boshladi. Shuning bilan dunyodagi turkologlar bir qismi bilishga boshladi. Ammo u vaqtda Uyg'urlar qanchalik biladi, men uqmayman. Endi Uyg'urlar undan burun bilamdi, yerli xalqda 1836-yili Mahmud Qashqari maziriga kitob taqdim qilgan hujjat bo'lganligi uchun shuningning qaraganda Uyg'urlar biladi, oz biladi. Ammo mazirining u yerda ekanligini hech kim bilmaydi. Dunyoda hech kim bilmaydi. Uni dunyo bilmaydi. Ammo Qashqarda yana uning maziri shu ekanligini bildigan odam bor. Masalan, Hazrati Molla mazirining sheyxlari 16 avlod odam. Hozirgi Opaldagi. Biz shuning 16-avlodi bilan ko'rishdik. Shular 900 yildan buyon shu Mahmud Qashqarining maziri Hazrati Mevlana deb atabdi, Hazrati Mollam deb atabdi. Hazreti Şemsiddin debdi, dinning quyoshi deb atabdi. Ba'zi vaqtlarda Mahmud Qashqari deb atabdi. Mahmud Qashqari degan ismni atash muvofiq bo'lmagan vaqtlarda Hazrati Mevlana, Hazrati Mollam deb atab kelgan. Bu odamni shu Mahmud Qashqarini yerlik qo'yib, shu 900 yildan buyon uni tavob qilib, uni eslab, ashuna qilayotgan Opalda odam bor. Demak, Uyg'urlar biladi degan gap. Ammo jiqadan bilmaydi. Ammo bu 81-yil Uyg'urcha nashri buningki tunji qitim qo'lga ilinishi emas-ku deyman. Bu burun 40-yillarning oxirlarida, 50-yillarning boshlarida Qashqarda Ahmet Ziyoining bir nashrga tayyorlagan nusxasi bor deb anglagandik. Bu Saypullayevningki Qashqarga vali bo'lgan vaqtlarda shu odamga topshirib bir nusxasini hozirlabdi, ammo keyin buni millatchilarga qarshi Xitoylar harakat etib qolgan vaqtida ko'ydirib yutibdi degan bir men shundoq anglagan. Ahmet Ziyoiy apandim shuni tayyorlabdi degan bir nusxasi bor ekan deb anglagan. Ammo uni keyin bu odamni o nusxani chiqarg'izmay uni turmaga solib etibdi. Shundan keyin buni bildigan odam ancha jiq emas. Endi 60-yillarda o'zbekcha nashri chiqqan. Turk tillar divonining. Uyg'urlardan burun chiqib ketganda. U yerda endi So'z ittifoqi uni chiqargan. Buni yana shu orqaliqmi Uyg'urlar ichida bildigan odam bor.
Ama bazı alımlar mesela Türkiye'ninki şu bazı Türkşünaslar, Orta Asya şünaslarınki yakında qilgan gapları Uyg'urcha nusxasi hozirgacha nashr qilingan nusxalar ichida eng mukammal nusxa degan baholarga berildi. Bu baha to'g'ri baho. Qandaq desiniz, onundan burunqi nusxalarida Germancha izohliq nusxasida, o'zbekcha nusxasida Mahmud Qashqariyning yurti Opal deganni Obul deb o'zgartirib o'tgan. Transkripsiya qilgan, shuna deb o'qigan. U xatni Abul deb o'qisin bo'ldigan, Opal deb o'qisin bo'ldigan xat. Ammo Opal deb o'qisa, bu tilshunoslik qoidasiga to'g'ri. Buni shu siz degandek, shu Uyg'urcha nashri buni asli keltirdi. Bu chiqqandan keyin, bu jamiyatda munozirani ayt ko'paydi. Bir savol paydo bo'ldi. Chunki buningdan burun O'zbek deyotgan, O'zbekning degan, boshqa millatning degan, andan bu Qozoq biz Mahmud Qashqir deymiz deydigan chiqdi. Bu shunday gaplar chiqib, jamiyatda noytibak talash tortish ko'payib ketib, jamiyat hamda shu masalada kontrollikni yo'qotadigan ahvolga tushib qolish holati shakllangan vaqt. Shuning bilan hukumat aralashishga to'g'ri keldi. Undan keyin tashabbus qilindi, arxeologiyalik tekshirish yapirish kerak degan tashabbus bo'ldi. Hukumat buni qabul qildi. Buni bu shu vaqtdagi sizlar va shuning qatoridagi Uyg'urning ziyolilari o'tirg'a qo'ydimi oldi bilan fikr sifatida? Ya hukumat talash tortishlarni ko'rgandan keyin buning bir chek turayli, bir xulosaga chiqarayli deb Uyg'ur ziyolilarga buni bermiş. Çünkü siz bilasiz o vaqtlarda Xitoyning yangidan islohot ilib berib ba'zi huquqlarni Uyg'urlarga vaqtli olsunmi bergan vaqtlarda biroz hamda Turk tillar divani nashr qilingandan keyin bu Turk tillar divanini nashr qilish guruhining mas'ul muharriri Ibrohim O'tiy, muharriri Emin Tursun. Mushu guruhida nihoyatda yaxshi xizmat ko'rsatgan odamlar Mirsulton Osmonov. Undan keyin xo'tanlik bir Abdumit Tamollan bor. Abdumit Tamollan. Arabcha nihoyat yaxshi bildigan odam. Endi Ahmad Ziyoyimi bor. Ahmad Ziyoyimi bor. Mushular hammasi Abdurim O'tkirmi bor uning ichida bor. Mushular hammasi shu Turk tillar divanini nashr tayyorlash guruhisidagi odamlar. Mushu nashrdan chiqib bo'lgandan keyin Uyg'urning eng sarxil ziyolilari shu. Mushu ziyolilar bo'libmi Mirsulton Osmonov shu Qashqarga berib Mahmud Qashqariyning maziri to'g'riliq nihoyat ko'p tekshirish yapgan. Shu vaqtda Oziq bizning mahallamiz degan Mahmud Qashqari tug'ilgan mahalla Oziq mahallasi. Opalda bormi shu Oziq deydigan mahalla? Mushu mahallalarning hammasini nima ekanligini bular aniqladi. Aniqlab bu Hazreti Molla maziridagi nurg'un narsalarni aniqladi, xalq ichidagi rivoyatlarni aniqladi. Oziq degan nimadan bor ekan, otishdan bor ekan, oxiri Opaldagi oziq shu oziq deb nima qildi. Demak, bular Hazreti Molla maziri Mahmud Qashqariy maziridir degan xulosani chiqargan shular. Chiqarib hukumatga yo'llagan. Uni isbotlash kerak endi arxeologiyalik. Endi bir dasmi bilan dalil bilan degandan keyin bu andiki munozara nihoyat kuchayib ketib, buni shu Hazrati Molla mazirini qazib, shuning jasadni tep chiqib, shuning peshonasiga Mahmud Qashqariy degan xat bitilmagan bo'lsa biz ishonmaymiz deydigan gaplarmi chiqqan. Demak, shu vaqtda bunda xulosani chiqarish hukumatning ichidagi o'xshamagan siyosiy manfaat guruhlarining o'tirishidami bir to'qinish. Albatta. Chunki siz bilasiz o vaqtlarda tarix to'g'risida, shundoq. Turkshunoslik, turkologiya to'g'risida bak kaskin bir kurashyapti 80-yillarda. Demak, bu to'qinish hukumatning ichida chiqqan. Hukumatning ichida shunday chiqqandan keyin hammamizga ma'lum, Sovet ittifoqimi, Xitoy Kommunist partiyasimi har qaysi osonlik millatlarni hargiz bir-biri bilan fikri birligi bo'ladigan yerga akal demaydi. Ular ziddiyat teraydi. Qaysi bir olim chiqadigan bo'lsa, u mening deydi, mening deydi, shuning bilan jidal chiqib ketib, bu ish hal bo'lmaydi. Hozirgichilik shundaqku. Mahmud Qashqariy chiqqandan keyinmi, mushu masala chiqqandan keyinmi bu shundaq jiddiy tusga kirdi.
o işenmeymen deydi, bu işenmeymen deydi. En ahırda... Yani bu yerde kimler diye o gruplar yani Mahmud Qashqari'nin mazırı mı şu deydiğanlar yoki bunun peşanısıga xat Mahmud Qashqari men deydiğan xat bolmasıgı için biz işenmeymiz deydiğanlar bularni bir ismini tilga açıqı bolamdı ya shunda. Maziri şu Hazreti Molla Maziri şu Mahmud Qashqari Maziri deganni endi asosan tashabbus qiluvchilar shuni aniqlaganlar hamda İbrahim Muti, Sultan Osmanov, shu cho'ng ziyolilarimiz hamda. Buni hamda Abdumrayin reislarining asosan qo'llashi bor. Qo'llaydi. Bunu qo'llamaydigan Abdumrayin derejelik başka millatdan kelib chiqqan Türkiy millatlarning rahbarimi bor. Ularni shuning peshonasiga yozilmagan bo'lsa biz ishonmaymiz degan gaplarni qilgan. Buni aytdi bir madaniyatsiz gap. Ham buning ismini atamayli. Hamda kishilar biladi bu odamni. Shu vaqtda mushunda masala chiqqandan keyin Abdumrayinlik hukumatining shu rais ishxonasidan, ikkinchi ishxonadan madaniyat nazoratiga bir buyruq tushdi. Arxeologik tekshirmas bir guruh qurish lozim deb. Bu 4-oyning biri tushgan bir Kaçıncı yılı? 1983 yılı 4-oyning birinchi kuni buyruq tushgan. Shuningdan keyin menga uqtadi. Men bu tayyorlik qildim. Men tayyorlik qilish jarayonida shu muzeyda saqlangan qandaq hujjat bormi yo'qmi deganni men izladim endi. Shuning bilan bu biz bir guruh qurildi. Bu guruhning boshlig'i Sobit Ahmad, muzeyning boshlig'i ham madaniyat nazoratining asaratiqlarni qo'g'dash o'rnining boshlig'i hamda u guruh boshlig'i Qashqardan Muhammad Zunun, o Qashqar madaniyat idorasining boshlig'i. Yani bu ikkisi guruh boshlig'i ham muavin guruh boshlig'i bo'ldi. Kasbiy ishni menga topshirdi. Menga endi Qashqardagi asaratiqlarni qo'g'dash o'rnidagi bir necha ziyolilar yordamlashdi. Siz bu Qashqarga mengishdan burun muzeydagi asaratiqlarni bir tekshirdingiz. Nimalarni bayqadingiz bu yerda? Tekshirgan biz şu 7853 numaralı hüccet degan hüccetde 7853. Şu hüccette şunda bir asaratiqi var. Şuningda bunga doir qanday hujjat o qayerdan kelgan, nima asaratiqa, nima shu Mahmud Qashqariniki maziriga oid bir hujjatmi? Endi bu hujjat Gomoro Kekmenlerinin şiirleri dep bir 72-yili bir çoğun tədqiqatını meydana çıkardı. O bütün memleket boyunca bu bir dağı çıkarıp gitti. O Kekmenler degan bu şunda bir şairinin şiirleri bizning o'tir maktabniki şu vaqtdagi darsliklarga kirdi. Adabiyot darsligi bor ya, bunda şiir degan Xanzola olmuş mening ustozim deydigan bir gapda hozirgacha ismi bor. Kekmenler degan odam 10 avlod adam Xanzolani ustoz qilib tutgan. Shunday gap bor. Deydigan bir she'r hamdi. Bu she'rni Gomoro nima qilib, mana Tang sulolasi davrida 8-asrdan tortib ta hozirgachilik ishkiri bilan buyaning hech qanday farqi yo'q. Madaniyat bir degan chiqqan shu vaqtdan buyon demakchi. Shunday chiqqan. Endi bu endi bizga nihoyat bir cho'ng bir narsa bo'lgan. Yukdi u vaqtda Uyg'urlarga buni endi bir hisobda yukdi. Buni endi hech qanday odam buni emas deyalaydigan davr emas. Endi shu hujjatni men 75-yili arxeologiya kasbini bitirib muzeyga taqsim qilinib kelgan vaqtda oldi bilan muzeyda saqlanayotgan shu ko'rgazma qo'yib qo'ygan shu hujjatni ko'rdim. Aş hüccetini görüp bunu ko'rgazmadan ilib chiqib, onu ko'rdim. Nima bayqadingiz endi ondan? Onundan hamda o hüccetning shundoq bir varaq qog'ozning bir tarafida Kekmenlerning she'rlari deydigan Xanzocha, Xitoycha she'r bor. Bu 8-asrda yozilganmish. Yana bir tarafida Opal yatkan buzuruk varlarının isim şerifleri dep nurgun mazalarının adamlarının isimleri var. Bir kağızının iç yüzü. Şu.
Gomoro ma ақыдагы хатны мен тунымаймын. Бу кадимки уйгурча язык екен. Буны тунuydiganlar калдырып койдум деп айтып үтүп кетипти экен. Аны шуны мен көрдүм, көрүп, мен тиришип бактым. Ашыны окудум. Onu оқып чыккандан кийин Имин Турсунга көрсөттүм. Имнанкы мушуну бир көрүп бәсләсем, "О, to'g'ri o'qibsiz" deb xato yerini ko'rsatib berdi. Shuning bilan bu hujjatni men shu vaqtda o'qigan. Bu hujjatniki oq tarafida islomiy bir hujjat. Opaldagi buzrukvalarniki ismlari. O tarafida Uyg'urlar islomiyatga kirishdan burungi 8-asrdagi bir noma'lum yoki umumiy Xitoyning gapi bo'yicha Kakmanir deydigan bir shoirga tava deb qaralgan bir she'r Xitoycha yozilgan. Bu mumkin emas bir. Bu hamda bu nima? O'tirliqda bir qog'ozning bir yuzi bilan ikkinchi yuzi o'tirliq 4-5 asr farqlangan. Mening mashina ashu inchkilab tekshirishimdagi sabab ashuningga menda bir gumon paydo bo'lgan. Şunu ulan muzeydeki yeni kelgendekin muzeydeki kalan milliler bek karşı aldı emine. Şu şeyde ben nurgun adamın anladım. Bu muzeyda eşkil adam balığı. Bu ne Lijing isimlik bir arkeolog. Şu bir kadimki kağızının bir tarafını xat yazılmagan yeni bir qog'ozning bir tarafini suyup elib, onunğa Abnumraylı kütüphanada Şıxuycan deydigan bir xat atvar ekan. Şu qadimki she'rlardan birini yazib, onunğa ism qo'yibdi Kammar deydigan. Kakmanir deb tarjima qilibdi keyin Shinjan gazetida. Kammar ekan ismi. Şu adam bu she'rni yozibdi deb, shuni yozib chiqib, bu Çağatayçı hüccetinin çaplaptı. Çaplap, andiken onu kurutu boyu, ot qaxlap boyu birinin qilish jarayonida o hazırki zaman siyasida yazgan, qari siyada yazgan bu xatning siyah atrafga o'tib ketgan gap. Buna ait aniq hamda atrafga o'tib ketganligi. Men shuni ko'rdim. Ko'rib, men ilqi tekshirish dokladida Mahmud Qashqari mazrini tekshirish dokladida deb o'tdim. Ma tarafdagi xatni yozgan qarisiya atraf o'tib ketgan deb shunchalik izohat beraldim. Bu Gomoro yolg'onchilik qilibdi degan gapni qilib bo'lmadi. Vaqtda qilgan olmaydigan bir shaxs. Endi siz shularni bayqagandan keyin o'mak tashkilotidagi arxeologik tekshirish shumiga bayamsiz dedingiz. Sabit Ahmedning boshchiligidagi Qashqarga mangdinglar. Qashqarda nimani ko'rdingiz? Bu tekshirish jarayoni haqida biraz buning tafsilotiga bir kirsak. Qanday boshlaldinglar tekshirishni? Nereden boshlaldinglar? Endi Abnumrayillik hukumatning Mahmud Qashqari mazrini arxeologik tekshirish to'g'risida bir buyrug'i tushgandan keyin bu arxeologiya guruhi tashkil bo'ldi. Men uning qatnashdim. Shuning bilan men skladda saqlangan shu 7853 numaralı hüccetinin bir tarafidagi yazıqni rasmga tortib, shuni epmandim. Mana shu opal yotgan buzrukvorlarning ism sheriflari degan bor. Buning mazmuni nima desangiz? Buningda İmam Malik Asqar, İmam Malik Ajdar, Şemsiddin Allame, Bürabiya degeni shu Mahmud Qashqarining onasi ekan. Aniga uning cho'ng dadasi bor ekan. Ammo shularning mazorlarining ismlari ekan bu mazorlar. Mahmud Qashqarining o'zi Qaraqanlarning xon jamiyatining odami ku bu. Shahzoda o'zi. Bayan bir narsani atlab o'tib ketib qoldik, shuni biraz qistirib etsak. Eliq hujjat. Shu munosabat bilan Xitoyning bir Xitoy arxeologining bir yalgan Uyg'ur shoirini tang davrida o'tgan degan Kakmanir deganni o'ydirib chiqarganligi shuning munosabat bilan pashib qoldi bu. Shuni mushu qilgan deganni men shu vaqtda anladim. Uni vaqtda deyishga bo'lmadi. Keyin bu gaplar ko'paydi. Uni tarixlarga memmis gezivetdi. Dersliklarga mo Kakmanirni kirgizivetdi. Onunga bizmi digil olmaydi. Endi men şunun oqisidagi mush hujjat
Opaldan tepilgan degan xotiri bor ekan. Skladdan men aqtagan vaqtda uning xotirasi chiqdi. Uni 57-yili İsmail ismli bir arxeolog opaldan tepgan. Uning xotirasi bor ekan. Demak, bu opaldan chiqqanligi aniq. Anikin buningda opalda yotgan buzrukvarlarning ism sheriklari yozilganligi ma'lum. Buni ayt aniq. Shuning bilan mushini ko'tirib, men shu badim endi. O opalga berib, shular dedi. Kimni izlediniz endi bu? Mushu maza nerede deb. Shu nimalarni Mahmud Qashqari mazirining Hazreti Molla mazirining şeyhleri o köstüpədi, yerli xalqlar hamısı o mazanı bildi ekan. Mushu maza, mao palanı maza deb, shu opaldagi mazalarning hammini deb berdi. Demek şəhərdə şu maza var ekan. O vaxtlarda məsələn bizningki burundan qilib qolgan shayxlar inshaalloh shu vaqtlarda texi oxirgi avlodlari batiya mazalarni saqlaydigan, nurg'un qadimgi hujjatlarni saqlaydigan, shundami o'ziga tabarruklar saqlaydigan. Ammo lekin o'z vaqtida Xitoyga nisbatan bir ishonchsizlik bor. Endi Abdunum rayonidan bunda tekshirish uchun kelibdi desa, ularning sizlarga bak ishinib ketishimi? Natayin. Biroz gumon bilan qaraydi bular. Albatta. Şuna o şeyhlar meni aralashtirmanglar deb turdi, ammo Raskepini yana asta deb qo'ydi. Uning ismini, mening ismimni atamanglar deb qo'ydi. Ammo nurg'un narsalarni deb berdi. Endi shu jarayonda biz shu shayxlarni oldik. Muzeyda hujjatlarni var. Şu mazalarni ko'rdik. Shuning ichida Shamsiddin Alloma degan kim o degan narsani tekshirdik. Buni Mir Sulton Osmonovlarmi allaqachon tekshirib ekan. Bu hamda Hazreti Molla maziri endi bir yog'och, kesak qurilish. Shuningdagi yog'ochlarda Paraman degan yog'ochida yozilgan Shamsiddin Alloma degan nimalar bor ekan. Demak, ismlari bor yerda. Shu Shamsiddin Alloma ma hujjat chiqqan Shamsiddin Alloma bilan to'g'ri chiqdi. Andan shu yerda bir sement zavodi qurilib ekan, silinib ekan. Sement zavodi silingan vaqtda shu yerda bir tosh obidi bor ekan. Shamsiddin Alloma Mahmud Qashqari maziri deydigan shu toshga o'yilgan xat bor ekan. Uni ko'rgan odam bor ekan. Ama bu taşni parçalab, sement zavodining qurilishiga ishlatib etibdi ekan. Biz endi bu bir kichik bir tekshirish bo'lgan ekan, arxeolog tekshirish. O bir zavodning tigini qo'llaydiganga fursat bo'lmadi. İmkoniyatinglar yo'q uning. Endi bu yerda shu masala bor. Bayon dedingiz Shamsiddin Alloma, Hazreti Mollam deydigan har xil sifatlar bilan ifodalanib kelgan Mahmud Qashqari. Endi bu yerda bir Mahmud Qashqarining Shamsiddin Alloma ekanligini isbotlaydigan bir hujjat bormi yana bu yerda? Nemidimi Emirsan Qozoxonim saqlab qolgan Mahmud Qashqarining maziriga kitob taqdim qilgan nemidimi? Shundaq Shamsiddin Alloma Mahmud Qashqari Hazrati Mavlam Mahmud Qashqari sohib qalam egisi Mahmud Qashqari degan gap bor. Demak, bu hammasi bir-biriga davomlashib kelyapti. Siz bu yerga borgandan keyin qanday odamlar bilan ko'rishdingiz, nima masalalarni so'radinglar va ularning inkosi qanday bo'ldi? Bizning shu arxeologiya guruhimiz shu Opalga kirgan aman kirib bir necha soat ichida shu biz nimaga bir muallimning uyiga tushgan. Ya da bizga choy tayyorlayotdi. Shu vaqtda men sirtdan bir ovoz oldim. Hey balam Osman, qalini chintut, mavo xalqning uyi boshqaga ketib qolmasin degan bir ovozlar anglandi. Bu Osman degan gap menga nochiq ta'sir qildi. Nemishqa desangiz, bu Mahmud Qashqarining Turkiy tillar divanida bizning yurtda ilibni ha deydi degan bir nim bor. Demak, oni ha deb o'qiydi degan gapda. Bu Osman dedi. Turib, men chiqdim, darhol chiqib, "Bolangizning ismi nima edi?" desam, "Osman" deydi. "Osmanmi desam, "Osman" dedi. Shu bilan mana bir paket topdim.
Ilqi Türk tillarda şehirlikler, nima, sahralıqlar Türkçini buzib so'zlaydi deydigan gap bor. Shu, shundoq. Demak, bu beripla tunji bo'lib men buning bir til asosini topdim. Bu opalliqlar ilibni ha deb so'zlaydigan odamlar ekanligini ta hozirgacha shunda bog'liqini bildim. Keyin uning bilan buning bilan paranglashdik. Ablatni hablat deydigan, inşallah Abdullah deydigan, la ilahe illallah deganni la ilahe illallah deydigan. Bunun hammasini anladık öz közümüz bilen. Demek bu Türk Tillar Divanı'da mening yurtimdagi adam, mening yurtdoshlarım ilibni ha deb so'zlaydi degan gapning asosini topdim. Bu men yegi borgandan birinchi kuzatganim. Endi bu yerda bir masala bor Qurbon aka. Kishilar davomli deydigan, bu Mahmud Qashqari o'ziniki nurg'un hayotining xeyli zo'r qismini o'tir sharqda, Bag'dod taraflarda o'tkazganligiga doir, hatto Turk Tillar Divanini yozgan vaqtida uni Bag'dod xalpisiga taqdim qilganligiga doir nurg'un materiallar, hujjatlar, rivoyatlar va Mahmud Qashqarining Bag'doddan hozirga kelguncha hech kim u Mahmud Qashqarining qabrisi mati deydigan bir narsani o taraflarda hech kim o'tirib qo'yamidi Uyg'urlardan boshqa. Ammo Mahmud Qashqarining Bag'doddan Qashqarga yoki bo'lmasa Qaraxonlar davlatiga qaytib kelganligiga doir har qanday bir dalil, isbot yoki bir jipuchi bormi? Mahmud Qashqari Turk Tillar Divanidami o'zi to'g'riliq tafsili dars demagan. Faqat mening yoshim 65 ga yetganda bu asarni tamomladim degan gap bor. Buni shu Arab xalqisi Abbasiylarning 27-avlodi shuningga taqdim qilib ekan. Buni Iroqda taqdim qilgan, Iroqda yozgan. Ana bu uningdan burun nima ish bo'lgan? Uning ilqi mening otam Barisqonga hokim bo'ldi degan nimalar bor. Demak, u Qaraxonlarning O'rta Osiyo tarafdagi bir shahrining ismi. Şu vaqtda Qaraxonlarning ikki poytaxti bor. Birisi Balasagon, birisi Qashqar. Birisi Qashqar. Demak, bu ikki poytaxtning birisida uning otasi shu shaharga amir bo'lgan, hokim bo'lgan. Endi Mahmud Qashqari shu ne tug'ilgan desa, shu Abul, shu Opal degan mahallaning joyining Oziq degan mahallasida tug'ilgan. Bu endi Turk Tillar Divanida bor. Endi bu Mahmud Qashqarining buni arab tilida yozgan. Nemish turk tilida yozmadi? Buningda nihoyatda aniq sabab bor. Bu deydi, bizning hozirgi mushu nemamiz, bizning bu jamiyatimiz arablar turk tilini o'rganishga muhtoj bo'lgan. Turklarga yaxshi qilib, shularga bo'ysunmoqdan o'zga yo'l yo'q bo'layotgan shunda bir zamon. Shunlashqa bu arablarga turk tilini o'rgatish uchun buni yozib chiqqan ekan. Bu endi shu xalqning yurtida muhtojlikda, shu Iroqda turib, mush gapni aniq yozib, shu arab xalqisiga bu kitobni taqdim qilgan. Shunda. Demak, Mahmud Qashqarining o'zi to'g'riliq, ham qachon yozganligi, nada yozganligi to'g'riliq yozilgan yozmalarmi shu. Ham uning qaytib kelganligini biz uqmaymiz. Buningda hech qanday hujjat yo'q. Faqat uning qabrisining Opalda bo'lishi buning qaytib kelganligini isbotlaydi. Hamda nimalarning shu mazar shayxlarining, Hazrat Molla mazar shayxlarining aytishicha, bu nimaga 78 yoshida qaytib ketdi ekan. Demak, Iroqda bir 10 yildak turgan bo'lishi mumkin. Shundan keyin qaytib kelib, Muqning yo'li bilan shu karvonlar akapti ekan bu odamni. Muqning yo'li deganingiz? Ammo shu Qashqardan nemaga boradigan, shu chetga chiqib ketadigan bir tog' yo'li bor ekan. Nihoyat egiz davolliq yo'l, Muqning yo'li deydigan. Shu yo'l bilan kelibdi ekan. Kelib Opalda
mudarrislik qilibdi, bola o'qitibdi. Buni Hazrati Mollam deb ataydi ekan. Keyin bu endi shu 90 necha yoshida vafot bo'lgan. Uning hijriya 10-yili vafot bo'lgan degan gaplar bor. Endi siz oxiri buni tekshirdingiz, xulosini chiqardingiz. Mushu mazar Mahmud Qashqariyning mazari deydigan nuqtani qo'ydingiz. Faktlaringiz bilan. Buningga hukumat ichidagi ilk talash tortishlarda qanday bir inkas keldi? Talash tortish shuning bilan jimidimi yoki bo'lmasa yana davomliq berdi? Buningga qarshi turadigan yoki bo'lmasa buni qilmaymiz, bunda bekitmaymiz deydigan bir qarashdagi kuchlarmi o'tirg'i chiqib bu ishni qalaymiqan qildimi? Buning inkas qanday oldu bunun? Endi Mahmud Qashqariy mazirini tekshirish, arxeologik tekshirishning natijasi Hazrati Mollam maziri Mahmud Qashqariy maziri ekanligining isbotlari biz yuqorida deb o'tgan isbotlarning hammani o'tirib qo'ydik. O'tirib qo'ygandan keyin hech qanday bir Turkiy tilida so'zlashadigan boshqa millatlar Mahmud Qashqariyni bizning xalqimiz yerlik qo'ygan, uning mazirini yo'qlab turgan, tavob qilgan, biz buni asrab keldik, tildan tilga dastan qilib keldik deyalaydigan bir millat chiqmadi. Yo'q zaten unda. Yo'q, unda chiqmadi. Endi shuning bilan bu faktlarni ko'rganda bu mushu arxeologiyalik tekshirish natijasini biz Qashqarda bir cho'ng yig'inlarda xalqqa doklad berdik. Urumchida shunday kichik yig'inlar bo'ldi, ularga doklad berdik. Demak, tarqaldi. Xalq ichida qanday bir inkas? Tarqaldi. Tarqalgandan keyin xalq ichida Uyg'urlar rasmi shu dedi. Boshqalarmi bu mening ketdi deydiganlar faktini ko'rsatmadi. Mana mayada bu mundaq deydigan faktini ko'rsatmadi. Shuning bilan xalq shundoq ko'z qarash keldiki, mushu arxeologiyalik tekshirishning natijasini inkor qila oladigan emas deydigan mana mayada ya buning mazrima u O'zbekistonda yoki Qozog'istonda yoki Qirg'izistonda yo Turkiya deydigan bir fakt chiqmaguncha, aniq fakt chiqmaguncha mushu arxeologiyalik tekshirishning natijasi kuchga ega deydigan ko'z qarash ustunlikni egalladi. Ayt ko'p rahmat Qurbonka. Sizga rahmat. Studiyamizga taklif qilib, ayt qimmatli uchurlar bilan ta'minladingiz. Arxeolog va qadimgi yozuvshunoslar mutaxassisi va tadqiqotchisi Qurbon Vali apandi bilan Mahmud Qashqariy mazarining tepilishi, izdilishi va arxeologiyalik doklatining qanday yozilishi, bu jarayondagi voqealar, hodisalar, qarshiliklar va har xil fikrlar haqidagi suhbatimiz mushakkagicha bo'ladi. Bu xil suhbatlarni bundan keyin davomli qilib boramiz. Bizdan ayrilmanglar, kelar qatim ko'rishgacha omon bo'linglar, xayr xo'sh. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, Uyg'urlar diyorida ko'lam va son jihatda izchil ish mengayotgan turli qarshilik harakatlari har qaysi axborot vositalarida o'xshamagan shakllarda yer elayotgan bir paytda Xitoydagi har qaysi axborot vositalari Uyg'urlar diyorida 60 yildan buyon qandaq olamshumul o'zgarishlarning borligi kelganligi haqida ko'plagan tashviqot mahsulotlarini o'tirg'i chiqarishga boshladi. Buning bilan bir qism kishilarda bu xil ziddiyatlik ahvolga qarata bir turli gangirash tuyg'usi paydo bo'layotganligi ma'lum. Shundaqla bir qism savollarni ularni tengirqash ichida o'ylantirmoqda. George Washington Universitetida o'tkazilgan Uyg'urlar diyoridagi taraqqiyot va qarshilik harakatlarining avji elishi haqidagi maxsus leksiyada mutaxassislar dal mushxil ahvollarga qarata tushuncha berdi. Shundaqla Uyg'urlar diyoridagi taraqqiyotning qandaq omillarni o'z ichiga oladiganligi va Uyg'urlarning qarshilik harakatlaridagi harakatlantirgich kuchning manbasi haqida o'z qarashlarini o'ttirib qo'ydi. Yaqinqi yillardan buyon Uyg'urlar diyoridagi turli siyosiy va ijtimoiy hodisalarning xalqarodagi har qaysi axborot vositalarida qiziq nuqtaga aylanishiga ergishib, bu masalalarga qiziquvchilarning ko'payayotganligi ma'lum bo'lmoqda.
Shu qatorda mazkur rayonda 60 yildan buyon barliqqa kelgan taraqqiyot manzarasining nima uchun yerdagi xalq bo'lgan Uyg'urlarning to'xtovsiz qarshiligini yo'qotishga qodir bo'lolmaganligimi nurg'un chet elliklarni gangirtayotgan masalalarning biri bo'lmoqda. George Washington Universitetida o'tkazilgan Uyg'urlar diyoridagi taraqqiyot va buningga aloqador masalalar haqidagi maxsus muzokara bo'lsa, dal mushu masalani qisman bo'lsa-mu yo'ritishga beg'ishlandi. Yaqinda Washington shahridagi George Washington Universitetining Eliot Xalqaro masalalar instituti uyushtirgan Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi taraqqiyot, xirislar va kelgusiga nazar mavzusidagi muhokama yig'ini Uyg'urlar diyorida yaqinqi yillardan buyon avjilashga boshlagan qarshilik harakatlarining sabablari hamda buningga aloqador inson haqlari masalalari to'g'risida anglovchilarga ma'lumotlar berdi. Bu qitimqi yig'inda George Washington Universitetining professori Shana Roberts va Washington shahridagi Uyg'ur inson haqlari qurilish tashkilotining xodimi Nikol Morgert maxsus leksiya berdi. Professor Shana Roberts madaniyat insonshunosligi sohasida ko'zga ko'ringan mutaxassis bo'lib, 1990-yillardan boshlab sobiq Sovet ittifoqining O'rta Osiyo rayonidagi Uyg'urlarning madaniyat ahvolini tadqiq qilgan. Mush jarayonda u 1996-yilda ishlagan Uyg'uristonni kutayotganlar mavzuliq hujjatlik film Uyg'ur muhojirlarining mustaqil Uyg'uriston davlati barpo qilish haqidagi orzu-armonlarini aks ettirganligi bilan Uyg'ur jamoatchiligining olqishiga erishgan. Shu sababdan u Xitoy hukumatining qora tizimlikidagi kishilarning biriga aylanib, Xitoyga berish vizasi berilmaydigan kishilar qatori qo'shilib qolgan. Professor Shan Roberts bu qitimqi leksiyada oldi bilan tashqi dunyoga Xinjiang masalasi degan nomda ma'lum bo'layotgan Uyg'urlar diyoridagi siyosiy harakatlarning qisqacha tarixini eslab o'tdi. Uning qarashicha Manching zamonasidan tortib Kuomintang hokimiyati, shundaqla hozirgi Xitoy Kommunistik partiyasiga qadar bo'lgan har qaysi hokimiyatlar Uyg'urlar rayonini unumli idora qilishga bakrak kuch sarf qilgan bo'lib, bu rayonni gullantirishga ancha erangshimigan. Shuning bilan bir vaqtda mushu rayonda Manching xandonligi zamonasidan tortib mustaqillikni istagan bir necha qatimli qo'zg'olonlar o'ttirg'i chiqqan. Jumladan oldingi asrning oldingi yarmida bu rayonda 2 qatim Sharqiy Turkiston Jumhuriyati dunyoga kelgan. Bu rayon madaniyat va milliy tarkib jihatda Xitoyga emas, balki o'zlarining g'arbidagi O'rta Osiyo rayoniga bakrak yaqin bo'lg'achqa hozirga qadar Sharqiy Turkiston atalg'usi Xitoyda qat'iy ma'ni qilindi. Professor Shan Robertsning qarashicha, hozirgi Xitoy hokimiyati mazkur rayonda Hul aslaga mansub shuncha ko'p taraqqiyotlarni vujudga chiqargan bo'lsaqmi, yerlikdagi qarshilik harakatlar to'xtamayotidi degan tushunchada bo'layotgan bo'lib, bu xil ideyaning o'ttirg'i chiqishida o'xshamagan bir necha xil ahvolni ko'rib olish mumkin ekan. Uning fikricha, Xitoy Kompartiyasi chet ellardagi siyosiy artistlar Uyg'urlar orasiga Xitoy hukumatiga qarshi norozilik urug'ini chachmoqda. Buning bilan Uyg'urlarning beshini qaydirib, rayonda muqimsizlik paydo qilmoqda. Xalqarodagi terrorlik guruhlari bo'lsa, mazkur rayondagi terrorlik harakatlarini qo'llab-quvvatlamoqda deb qarmoqda ekan. Ammo hozirgi mavjud reallik va faktlar shuni taqozolaydi-ki, chet ellardagi Uyg'urlarning Uyg'urlar diyoridagi qarshilik harakatlarini moddiy jihatdan qo'llash sharoiti mavjud emas. Uning shaxsan his qilishicha Amerika hukumati mazkur rayonga uncha qiziqib ketmaydi. Xitoyning parcha-parcha bo'lib, Uyg'urlar diyorining Xitoydan ajralib chiqqanligini ko'rishni texmi xohlamaydi. Chunki bu hol ko'plagan ikkilamchi masalalarga, masalan, zo'r sondagi ko'chmanlar masalasi va yer shari iqtisodining gumirlishi deganlarga yo'l etishi mumkin. Shunga hozirgi dunyo siyosatida ozdir ko'pdir rol o'ynayotgan mamlakatlarning ko'pinchisi Xitoyning parchalanib ketishini xohlab ketmaydi. Xitoy Kompartiyasi ichidagi ikkinchi xil fikr iqimidagilar bo'lsa, Uyg'urlar diyori Xitoyning boshqa rayonlariga solishtirganda Ravrus orqali qolgan deb qaraydi. Uningcha bu qarash zo'r darajada reallikka uyg'un keladi. Ammo Shan Robertsning qarashicha, Xitoy hukumatining tushunchisida mazkur rayonni taraqqiy qildirishda milliy etnik farq va diniy kayfiyat bu xil qaloqlikning eng ro'shan bo'lgan ikki xil ifodasi bo'lib mavjud bo'lmoqda ekan. Mush sababdan Xitoy hukumati eng gavdalik bo'lgan mushu ikki farqni tugutish, shu orqali Uyg'urlar rayonida taraqqiyotni vujudga chiqarish uchun tirishmoqda ekan. Buning bilan Uyg'urlarning milliy kimligi, til, yoziqi hamda urf-odatlarini o'zgartirish maqsad qilingan davlat siyosatlari o'ttirg'i chiqmoqda ekan. Bu bo'lsa xalqaro axborot vositalarida inson haqlarining dafsanda qilinishi deb tanqidlanmoqda ekan. There's been an attempt by the Chinese state to ensure that no neighboring states, and this has been quite successful, support any kind of Uyghur descent inside of China. There's a large Uyghur diaspora in Kazakhstan and Kyrgyzstan. China has good relations with Pakistan. They've even talked to the Taliban about this even before 9/11. There's also an assumption that religion is part of the problem. So, and this is something that we've been seeing increasingly happen in recent years. There's a close monitoring of Uyghur religious activity
There's attempts to control Islam in the region through officially recognized Muslim clerics and making sure there's no independent religious activity, which is actually essentially outlawed and considered illegal religious activity. And they restrict all non-sanctioned engagement with Islam, therefore, and they severely punish Uyghur expressions of dissent. But what we're going to talk about more is the development response. So this comes from an idea that if we have a problem in this region, there's a large group of people who are discontent. If we develop this region, this discontent should disappear. And then also, it doesn't take into consideration the resiliency of both culture and religion in the face of development. As I said, that's kind of a false idea that you can just get rid of ethnic, cultural difference in religion through development. Muhokama yig'ilishida leksiya bergan Nikol Morgert xizmat va o'qish sabablari bilan ma'lum mazgil Xitoyda yashagan bo'lib, Xitoy va Uyg'urlar haqida bevosita tushunchaga ega. U oldi bilan o'zi ishlayotgan Uyg'ur inson haqlari qurilishi tashkiloti haqida qisqacha tushuncha berib, Uyg'urlar diyoridagi muhit buzg'unchiligi haqida o'zlari yaqinda tayyorlab chiqqan dokladdan qisqacha ma'lumotlar berdi. Ondan Xitoy yo'li qo'yganiga bir necha yil bo'lgan bir balvoq bir yo'l loyihasining Xitoy bilan qadimki Ipak yo'li liniyasi bo'ylaridagi har qaysi joylarning savdo munosabatini olg'a surish maqsadida ijro qilinayotganligini, buningda Uyg'urlar rayonining eng muhim o'tkal hisoblanganligini tushuntirdi. Mush sababdan Xitoy hukumatı Iran, Sri Lanka, Kambodja qatorliq ellarda Xitoyning Xinjiang o'lkasi degan nomda cho'ng hajmlik bir necha maydon ko'rgazma tayyorlagan. Shundaqla boshqa mamlakatlarda mushu mazmundagi yo'l e'lonlarini tayyorlagan. Nikolning tushuntirishicha 2010 yili va 2014 yili o'tkazilgan Xinjiang xizmat yig'ini dal mushu liniyaning Uyg'urlar rayonidagi mutlaq bexatarligi uchun ochilgan. Chunki chet elliklar Uyg'urlar diyorining bir balvoq bir yo'l liniyasidagi favqulodda o'rniga qarab bu rayondagi Uyg'urlarni buningdan zo'r manfaat elayotidi deb tushundi. Ammo Xitoy hukumati bo'lsa bu joydagi Uyg'urlarning O'rta Osiyo bilan bo'lgan siyosiy va madaniyat jihatiga zich bog'lanishini o'zlari uchun izchil holda xavf deb qarab kelmoqda. Nikolning qarashicha mana shu sabablardan Xitoy hukumati yo'l qo'ygan taraqqiyot planining birinchi qadami Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bingtuanini rivojlantirish bo'lgan. Bu bingtuanlar yerim harbiy shakl olgan bo'lib, uning aholisi butunlay Xitoylar. Ammo bu bingtuanlardagi Xitoylarning nufusi yanada ancha ko'p bo'lmag'achqa, bingtuanning nufusini oshirish taraqqiyot nomidagi planlarning yana bir muhim nuqtasi bo'lib kelmoqda. Bu jarayonda vujudga chiqqan yana bir taraqqiyot plani bo'lsa, g'arbiy rayonni zo'r ko'lamda echish qurilishi bo'lgan. Buningda ichkari Xitoy o'lkalaridagi har qaysi joylarni Uyg'urlar diyoridagi har qaysi viloyat va noyalar bilan chetib qo'yib, tabiiy boyliqlarni qizish qonunlashtirilgan. Bu bo'lsa Xitoydagi axborot vositalarida iqtisodiy taraqqiyot deb tasvirlangan hamda mazkur rayonni bexatarlikka ega qiladigan ochiqqushliq tadbir sifatida yo'l qo'yilgan. Buningga mos holda boshqa tadbirlar, masalan, Millatlar Ittifoqligi tarbiyasi, Xitoy axborot vositalari osmonda to'r yerda qopgan deb tasvirlangan to'rlashgan idora qilish usullari, millatlar aro to'ylashish tashabbuslari, Uyg'urlarni ichkari o'lkalarga yo'tkash maqsad qilingan 5-emgak kuchlarni sharqqa yo'tkash va ichkaridagi Xinjiang sinfi qatorliqlar dal mushu xil bexatarlik andishisi vajidan o'tirg'i chiqqan. Nikolning bayon qilishicha, Uyg'urlar diyorida taraqqiyot nomida uzun yillab davom qilgan tabiiy boyliqlarni qazish xizmati mazkur rayonning muhitiga og'ir darajada passiv bo'lgan ta'sirlarni etgan. Buning eng tipik misoli mazkur rayon uchun eng qimmatli bo'lgan ichimlik suv manbasining tarixiy hamda bulg'inishi bo'lib hisoblandi. O'tgan bir necha yilning ichida Uyg'urlar diyoridagi ko'mir, tabiiy gaz boyligining qazilish miqdori, elektr quvvatining ichkari o'lkalarga to'shilishi 50% ga yaqin oshgan bo'lib, bu hol o'z navbatida Uyg'urlar diyoridagi suv manbasi uchun g'oyat zo'r darajadagi passiv oqibatlarni paydo qilgan. Bu xil bulg'inishdagi eng tipik misol bo'lsa Uyg'urlar diyorining Xitoydagi muhiti eng og'ir bulg'angan rayon deb atalishi hamda mazkur rayonda uzilmasdan ko'rilayotgan qum bo'ronliq havo rayi bo'lib hisoblandi. Ammo amaliy ahvolning shunday bo'lishiga qaramasdan Xitoy hukumati yo'l qo'yayotgan yetakchi tadbir mazkur rayonning muqimligi va bexatarligini oxirgi nishon qilgan siyosatlar bo'lmoqda. Securitization, this is nothing new, but we've seen it be stepped up very rapidly. Just this year, 949 convenient policing stations have been set up. There's thousands and thousands of policemen being recruited. Neighborhoods are sealed off and you need identity cards to get in or out. It's along with Tibet and Beijing, it's one of the places in China that uses the grid system, which is
it's made up of civilians, so it's not part of the formal police system, but it's a very it's dividing a city up into grids and kind of having a very close level of management on people. And passport control, as Professor Robert said, is an important way to control the population. And the Xinjiang Uyghur Autonomous Region is the first region to use biometric data in its passports and ID cards. So internet controls, I don't know if you saw this in the news, but a young Uyghur man was taken into a police station, and the VPN he was using was just described as terrorist software, which made some people worried, and others saying, oh, it's just because he's a Uyghur, so people who use VPNs in China don't actually have to worry, just the Uyghurs. But they are definitely watching what's said on the internet there very closely. Some young men were taken in for criticizing halal lard, which is an oxymoron online. Nikol'ның qarışıca Uyg'urlar diyoridagi favqulodda shakl olgan siyosiy va iqtisodiy manfaatlarning yo'g'rilmasi orqasida Xitoy hukumati tezdan ilgirki bo'lgunchilik atalg'usini terrorlik atalg'usi bilan almashtirgan. Shundaqla bu atalg'ular faqat Uyg'urlar diyori va Tibet rayonidagi qarshilik harakatlarini tasvirlash uchun qo'llanib kelinmoqda. Buningga mos holda 3 xil kuchlarni yo'qotish mazmun qilingan har xil shakldagi tashviqot faoliyatlari Xitoy tavasidagi har qaysi joylarda izchil yo'l qo'yilmoqda. Shuning bilan birga Uyg'urlar diyori Xitoydagi terrorlikqa qarshi yerlik nizam ijro qilinadigan birdan-bir o'lka darajalik rayonga aylanib qolgan. Garchi inson haqlarining dafsanda qilinishi og'ir darajaga yetgan bo'lsa-mu, bu vaqtda fikr qilguvchilar birdak shafqatsizlarcha bostirilgan. Uning qarashicha Ilhom To'xtining mangulik qamoqqa hukm qilinishini bu xil hodisaning eng tipik misoli deb qarashga bo'ladi. Leksiyaning oxiridagi savol-javob bo'ligida leksiya beruvchilar yig'in ishtirokchilarining turli savollariga javob berdi. Shundaqla bir qism masalalarni qaysi nuqtadan kuzatishning ilmiy tadqiqot bo'ladiganligini, buningda sabab va natijani obyektiv bog'lashning muhimligini ko'rsatib o'tdi. Oxirida leksiya beruvchilardan professor Shan Roberts ziyoratimizni qabul qilib, Xitoy Kompartiyasining Taraqqiyot degan nom ostida Uyg'urlarning asosiy qonunda belgilangan diniy e'tiqod erkinligini cheklashga zo'r moddiy kuch sarf qilishidagi sabablar haqida o'z qarashlarini bayon qildi. Why it is important for the Chinese government? Well, I think, it's very interesting because the first time I went to Xinjiang in 1990, I came from the Soviet Union. It was before the fall of the Soviet Union. And at that time, I noticed that actually Uyghurs had much more freedom of religion than the Soviet Muslims. And Uyghurs were much more knowledgeable of Islam. So I don't think necessarily it's a reaction that comes out of communist ideology per se. There was a real kind of liberation of restrictions on religion in the 1980s and in the early 1990s. But I think what has happened is that the Chinese government has increasingly associated Islam with the threat of Uyghurs wanting to separate from China. And in particular, in conjunction with the global war on terror, associating Islam with terrorism. That becomes a very problematic connection because essentially virtually all Uyghurs see themselves as Muslims, and whether they're particularly religious or not, they see a state attack on their religion as essentially attack on their identity. So I think that's a very explosive dimension of what's happening. In fact, I would say that the state restricting religious observation probably is only making it more attractive to Uyghurs to try to rediscover that religious observations. Yig'inga George Washington Universitetida o'qiyotgan o'quvchilar va tadqiqotchilar qatnashgan bo'lib, bu qitimliq jonliq leksiya orqali Uyg'urlar diyoridagi taraqqiyotning qaysi shakllarda o'ttirga chiqayotganligi hamda buning kelgusi manzarasi haqida amaliy bir maydon dars bo'lganligi ma'lum bo'lmoqda. Qozog'istonning Uyg'urlar eng zich o'ltiraqlashgan joylaridan Olmaota oblasti Baysit yezisida Yetsu Uyg'ur muzika maktabi nomida Uyg'ur yosh o'smirlarga Uyg'ur chalg'u asboblarini, muqam va naqshlarini, usullarini
ügütüdigan məxsus muzika məktəbi bu yıl sentyabrdan başlap rəsmi dərs başlagan idi. Bu məktəb baş ştabi Angliyadakı Agaxan Muzik Fondunun yardımı bilan qurulgan bolup, 30'dan artıq Uyğur yaş ösmürlər öz yezisida qurulgan bu Yetsu Uyğur Muzik Məktəbində tərbiyələnməkdə. Bu kiçik yezdən ümid yıldızları çaxnamakta. Hürmetli görürmen dostlar, endi sizlerni Cahan Aynikimiz arqılıq bu balalarning tunji növbətlik konsertiga başlap barmoqchimiz. Qani, marhamat. Hürmetli dostlar, duttar, təmbir, ravab, daplar bilan o'rinlangan bu muğluq Uyğur klassik naqshi muzikalarını, muqamlarını, klassik Uyğur usul nomerlarini ko'rsatayotgan bu kichik san'atkorlarning o'z mahallasida qurilgan kichik tipdagi bir muzika maktabida tarbiya ko'rayotganiga endila 2 oy bo'lgan 6 yoshdan 11 yoshgacha Uyğur bolalarining o'rinlayotganligiga ishonamsizlar. Bu qaynoq konsertni tayyorlagan Baysiyit mahallisidagi Yetsu Uyğur Muzik Maktabining o'quvchilari. Ular 11 noyabrdagi maktabining ochilish marosimini o'zlarining konserti orqali kutib olgan. Assalomu alaykum. Bizga qadrdon bo'lgan tomoshabin do'stlar. Baysiyit yezisida tunji qidim ochilgan Yetsu Uyğur Muzik Maktabining dastlabki konsertiga xush kelibsizlar. Bununla asas sağlıcı Agaxan Muzika Fondi şunun bilan birga qo'llab quvvatlagan Garvard Universitetining professori Richard Xanum va Aziz Isa aka tashabbusi bilan ochilgan maktabimizning konsertiga xush kelibsizlar. Bu yil Qozog'iston Respublikamizning mustaqilligining 25 yilini nishonlash oldida turibmiz. Qozog'iston vatanimiz yashasin. Marhamat, tomosha qilgaysizlar. Baş ştabi Angliyadakı Agaxan Muzik Fonduning yordami bilan qurilgan bu maktabda hozir 30dan ortiq Uyğur yosh o'smirlar 5 nafar peshqadam tajribali kasbiy san'at o'qituvchilarining tarbiyalashida dars olmoqda. Baysiyit yezisida Yetsu Uyğur Muzik Maktabi nomida Uyğur yosh o'smirlarga Uyğur chalg'u asboblari, muqam va naqsh usullari tarbiyasi ilib boradigan bu Uyğurlarga xos tunji muzika maktabi bu yil sentyabrdan başlap rasmiy dars başlagan edi. Bu maktabning qurilishi va aloqa ishlarida asosli rol o'ynagan Londonda faoliyat ilib berayotgan madaniyat tadqiqotchisi, London Uyğur ansamblining qurg'uvchisi Aziz Aysa apandimi maktabning ochilish marosimiga alayda taklif bilan qatnashgan. Aziz Efendi yana ustozlar va o'yin ko'rsatgan o'quvchilar bilan qizg'in suhbatlashgan. Konsert maydonida Aziz Efendining yordami bilan biz yana telefon orqali maktabning asosli o'qituvchisi ustozlari bilan tanishdik. Yetsu Uyğur Muzik Maktabida Uyğur naqshi muzik san'atiga buncha zo'r ishtiyoqlar bog'lagan bolalardagi talant va xushal kayfiyat konsertni ko'rgan ota-onalar ustozlarni bakmi so'yindirgan, umidlarga cho'mdirgan. Maktabning asosli muzika o'qituvchisi va yetakchisi peshqadam ustoz Aziz Turdiyev apandi va maktabning mudiri Klara Turdiyev xonimlar ustoz bo'lish sifati bilan maktabning tunji konsertidan naytimi so'yinganligini hamda bolalarning bu 2 oy jarayonidagi tirishchanligi, shundaqla tunji konsertdagi ifodasidan mamnun bo'lganligini bildirdi. Bu 2 oyning ichida mushu biz ochgandan beri mushu maktabni bishidan mushu bular undaq nimalarni texnik bilmaydi, kelib keyin asta o'rganib
bayık orulangan sazlar hemisi biz için şundan yaxşı görünüyor. Bu birinci kadem buncalık olsa çok. Gelecekte yaxşı sanatkarlar çıkıldığına ümit oturmuş, işleşip oturmuş. Çünkü bu kadınlar toxtumusun, her kaysınların yüzüde sanatimizde olan köyvatkan oturlar ölçmüsün, atanlar mümkün kadar bunu kollap kuvvetlerimiz. Enerjiyle çıkarttı, yani şılağım koşmuş, bana vallahi naati yaxşı şılağın konsertlerini sazdan çelip, nakşıdan yetip, şılağını oynap köketti. Yani şikayının işiden mançilik tayarılmak oңай емес. Bu yerde Zakamның әмгеге, Рикардияның әмгеге, Dilyarның әмгеге naati Bay City'sda Yetsu Uyghur Müzik Mektebi namida Uyghur yaş ösmirlerini Uyghur nakşı muzika ve usul kesiplerinde terbiye ilip bardıgan bu mektep peşqadam sanat ustazları, sanat söyər ballarla emas, bütün Bay City'deki Uyghur cemaatiga başqacha coşqun bir kayfiyat ve ümitler bəxş etken. Ular bu mektepning davam etishini ve yurtining, millatining madaniyat sanat ishlariga ko'plab yaramliq izbosarlarni tarbiyalab chiqishini umid qilmoqda. Qozog'istondagi Uyg'urlarmi ularga tilakdosh albatta. Hörmətli televizor ko'ruvchilar, Açıl saytimizning 14-sani mushada oyoqlashidi. Kelar qitimliq ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Mamduh be saçım, yar ey yar buldum yol.